Davlatimiz rahbarining diniy ma'rifiy sohani ilmiy asosda rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslari amalda o'z samarasini bermoqda. Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti tarixida ilk bor tashkil etilgan magistratura bosqichining birinchi bitiruvchilari dissertatsiyalarni himoya qildilar. Bu nafaqat ta'lim muassasasi, balki mamlakatimiz diniy ta'lim tizimidagi muhim voqealardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan Toshkent Islom institutida yo'lga qo'yilgan magistratura bosqichining dastlabki bitiruvchilari islom ilohiyoti, falsafasi va moturidiylik ta'limoti hamda hadis ilmlari yo'nalishlari bo'yicha tahsil olgan 10 nafar magistrant o'z dissertatsiya ishlarini himoya qildi. Magistrantlar tomonidan aqida, kalom, hadisshunoslik va zamonaviy fiqhiy masalalarga bag'ishlangan tadqiqotlar amalga oshirildi. Ayniqsa, Imom Buxoriy, Imom Moturidiy va Hakim at-Termiziy merosining bugungi kun nuqtai nazaridan tahlil qilinishi ilmiy ishlar mazmunini yanada boyitdi. Aynan islom ta'limi yo'nalishidagi oliy ta'limga bo'lgan juda katta prezidentimiz e'tiborlari diniy soha mutaxassislari yetuk mutaxassis kadr bo'lishi va chuqur bilimga ega bo'lishi talab etilishini yana bir namoyoni va qolaversa buyuk ajdodlarimizga Imom Buxoriy, Termiziy, Moturidiy kabi ajdodlarimizga munosib bir avlod o'laroq yana mutaxassislar chiqishi zarurligini bir prezidentimiz siyosatlari sifatida ko'ramiz va 2023-yil iyun oyida prezidentimiz bizni Toshkent Islom institutida magistratura, doktorantura ochish tavsiyasini bergan edilar va bugun birinchi qaldirg'ochlari bitiruvchilarini mana dissertatsiya himoyalari bo'layapti. Bu magistrlarimiz 2 yil davrida bir qancha ilmiy tadqiqot muassasalarida bizni O'zbekistondagi Imom Moturidiy, Imom Termiziy, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi, O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasida amaliyotlar o'tadilar. Magistrantlar tahsil davomida jami 52 ta ilmiy maqola va tezislar e'lon qildi. Respublika va xalqaro miqyosdagi anjumanlarda ishtirok etib, mamlakatimizda diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazishga munosib hissa qo'shdi. Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutidan yetishib chiqayotgan kadrlar tadqiqot yo'nalishida, tanqidiy matn yo'nalishida va zamonaviy yo'nalishda tadqiqot olib borishlari uchun ushbu markazlar o'ziga xos platforma vazifasini bajarib beradi. Ushbu markazlarni rivojlanishligi, xalqaro miqyosda faoliyat olib borishligi uchun albatta kadrlarga ehtiyoj bor. Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutida teologiya yo'nalishida, aynan hadis yo'nalishida va aqida yo'nalishida bitirayotgan magistrantlar ushbu markazlarda ishlash huquqiga ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, O'zbekiston Islom sivilizatsiyasi markazining kutubxonasida mumtoz ilmiy merosimizning nodir namunalaridan biri Abdurahmon Jomiyning Sharhi Mullo kitobiga bag'ishlangan ma'rifiy tadbir ham bo'lib o'tdi. Buyuk mutafakkir Abdurahmon Jomiy qalamiga mansub mazkur asrlar davomida mantiq ilmini o'rganishda eng nufuzli qo'llanmalardan biri bo'lib kelmoqda. Arab tili, mantiq ilmi hamda Qur'on va hadislarni chuqurroq anglashga xizmat qiladigan mazkur manba nafaqat diniy bilimlarni mustahkamlaydi, balki fikrlash madaniyatini shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi. Tadbir yakunida ta'lim jarayonida alohida faollik ko'rsatgan, mumtoz ilmiy merosni o'rganishda tashabbuskor bo'lgan talabalar va ustozlarga ijozalar hamda esdalik sovg'alari topshirildi.